Rasululloh aytibdilar, kim tong ottirganda 100 marta Subhanallohil azim va bihamdihi desa, kechki payt ham xuddi shu so'zni 100 marta aytadigan bo'lsa, u keltirgan narsadan ko'ra afzalroq narsani qiyomat kunida hech kim keltira olmagan bo'ladi. Mana shu kalimani kim aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida bironta kimsa u keltirganchalik narsani keltira olmagan bo'ladi. Nima bilan? Kalima bilan. Allohni tanimagan kofirlarning qalbi dunyo bilan to'ladi. Ular mana shu dunyo uchun hamma narsaga tayyor turishadi. Aytishadiki, dunyoda bor yo'q bir marta yashaymiz deydi. Shuning uchun o'ynab, kulib, maishat qilib olishlik kerak deydi. Aslida hayot shunaqami? Yo'q. Bular yutdimi? Yo'q, yutdi. Alloh taolo nima deydi? Ya'lamuna zohiran minal hayati dunya. Bunaqalar Allohni tanimaganlar. Dunyo hayotini zohirinigina bilishadi, ustunlikla bilishadi. Shuning uchun Allohni tanigan mu'min bilan tanimagan kofir o'rtasida katta farq bor.